Immunitetni qanday ko'tarsam bo'ladi? Mana bu dori rostdan immunitetga ta'sir qiladimi kabi savollar ko'plab tug'iladi. Immunitet kichik bir qism emas, murakkab tizim hisoblanadi. U moddalar almashinuvi, gormonlar muvozanati, ichak faoliyati, uyqu tartibi, ko'plab biomarkerlar bilan zich bog'langan. Afsuski, ayrim mutaxassislar bunga ko'p ham e'tibor beravermaydi. Jumladan, odatda odamlarda immunitetni ko'tarilishidan ko'ra, uni tushib ketishidan saqlash muhim hisoblanadi. Bunga sport, shaxsiy gigiyena va muvozanatlashgan ovqatlanish yordamida erishiladi. Ayollarda ayollik gormonlari miqdorining kamayishi ko'plab kasalliklarga turtki beradi. Kamqonlik esa immunitetning asosiy dushmani hisoblanadi. Ginekolog va gematolog maslahati zarur bo'ladi. O'rta yoshli, ko'p kasal bo'ladigan insonlar organizmidagi insulin rezistentlik holatini baholashi kerak bo'ladi. Endokrinolog maslahati talab etiladi. Ko'plab dorilar bir dona moddadan iborat bo'ladi va immunitetga shu orqali ta'sir qilishga harakat qilinadi. Immunitetga murakkab kombinatsiyalashgan yondashuv zarur bo'ladi. Immunitetning qaysi qismi oqsayotganini bilish uchun immunolog maslahati talab etiladi. Bir kun uyqusiz o'tgan tun 70% immun hujayralar faoliyatini pasaytiradi. Uyqu gormoni immunitet bilan zich bog'langan. Ichak faoliyatining buzilishi ko'plab autoimmun kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Olib qaraganda, immunitet saqlashning asosiy sharti bu sog'lom turmush tarziga rioya qilishdir. Himoyangizdan asrang, bizni kuzating.